Vapshim zo'r, Misrniki. Aka, oling o'tda mashinani. Oling. Kofta mijozlarini joyi bu. Mashina olib shunday qo'yib qo'ymaymanki, mashinalarni qo'yib qo'yapti, ofisdagilar bor-ku. Yangi lokatsiyamizni tushuntirib o'taman, ko'pchilik topa olmayapti. Yozib yotishdi meni direktimga, qayerda yangi lokatsiya deb. Pajarka mostida Minor metrosiga yetmasda shuna mana o'ng qo'lli biznes center bor. Shuni tegida. Sizlar uchun mana joy olib qo'ydim Stoyankadan. Pastda silkada, Telegramda lokatsiyasini ham tashab qo'yaman. Mana pastda silka orqali lokatsiyasini topib kelasizlar. Gangaga borib o'tirmanglar. 2-3 kunlik ishi bor hali. Bu yoqqa kelaverasizlar. Keramid koftani sog'ingan bo'lsanglar kerak, ha. Voy, keramid kofta boshqacha-da, ya'ni sirlarini cho'zib. Bolalar hammasi kutyapti sizlarni. Atmosferniy terrasada ham joylar qilib qo'yganmiz, qaranglar. Ani Stoyankani ochmaylar, hamma mehmonlar keladi, koftani mehmonlari shu yoqqa joy mashinani qo'yishadi. Do'stlar, mana bu V7 bo'ladi. Ananas bilan arpa aralashgan. Voy, vitaminlarga boyitilgan suv. Ustida spetsialniy zashitkasi bor-da.